Hadicha Sulaymonova O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi birinchi ayol huquq fanlari doktori. U O'rta Osiyo davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universiteti yuridik fakulteti dekani bo'lgan. Adliya vaziri va 1964-yildan O'zbekiston SSR Oliy sudi raisi bo'lib ishlagan. Sulaymonova ko'plab qonun hujjatlarini ishlab chiqishda ishtirok etgan va jinoyat huquqi bo'yicha o'zbek tilida birinchi darslikni yozgan. Hadicha Sulaymonova 1958-yilda Sud ekspertizasi ilmiy tadqiqot institutini tashkil etish bo'yicha tashabbus ko'rsatgan. Xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik va madaniy aloqalar jamiyatlari ittifoqi huquq bo'limi vitse-prezidenti, Sovet tinchlik qo'mitasi va Sovet ayollari qo'mitasida ishlagan. Hadicha Sulaymonova o'z orzusiga ergashib, an'anaviy erkaklarga xos soha sanalgan yuridik sohasida muvaffaqiyat qozongan. U barchamiz uchun namuna. Uning jasorati va qat'iyati tufayli bugun biz o'z taqdirimizni tanlashda erkinmiz.